Toyota avtomobillari naqadar baquvvat ekanligi barchamizga ma'lum. Bugun Alisher Navoiy nomidagi Davlat akademik katta teatrida Toyota Central Asia nafaqat baquvvat, balki o'ta tejamkor ham bo'lgan yangi Toyota RAV4 gibrid krossoveri taqdimotini o'tkazmoqda. Bu shunchaki navbatdagi crossover emas. Yangi RAV4 HEV o'zining zamonaviy dizayni bilan bir qarashingizdayoq e'tiboringizni tortib oladi. Lekin eng asosiy innovatsiyalar uning ichida yashiringan. Bu Toyota brendi tarixida innovatsion Aren platformasida yaratilgan ilk modeldir. Ushbu platforma avtomobilning raqamli imkoniyatlarini va boshqaruv tizimlari qulayligini yangi bosqichga olib chiqadi. Takomillashtirilgan Toyota gibrid elektrik texnologiyasi evaziga esa yuqori yoqilg'i tejamkorligiga ega. Crossover salonida yuqori sifatli materiallar hamda zamonaviy raqamli multimedia tizimi mavjud. Aqlli AVD to'liq tortish tizimi esa har qanday ob-havo va murakkab yo'l sharoitida avtomobil ustidan to'liq nazoratni ta'minlaydi. Albatta, siz va yaqinlaringiz xavfsizligi Toyota Safety Sense zamonaviy intellektual xavfsizlik tizimlari orqali ishonchli himoyalangan. Salonga e'tibor bersangiz, mexanik boshqaruv knopkalari juda ko'p va buni to'g'ri qilishgan. Hatto Xitoy hukumati ham yaqinda yangi avtomobillarda endi muhim funksiyalar boshqaruvi sensorli emas, mexanik tugmalar orqali bo'lishi kerakligi bo'yicha qarorni imzoladi. Yangi Toyota RAV4 HEV bu shahar bo'ylab kundalik qatnovlar, oilaviy sayohatlar va uzoq masofali yo'llar uchun yaratilgan ideal va ishonchli avtomobildir. Batafsil ma'lumot olish hamda dilerlik markazi bilan bog'lanish uchun qisqa 1867 raqamiga qo'ng'iroq qiling.